Samarqand shahar hokimligi Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Samarqand shahar bo'limi hamda hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda mahallalarda aholining milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash hamda ortiqcha isrofgarchilikning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Mazkur tadbirlar isrofsiz to'y, barokatli oila, tantanali emas, tarbiyaviy marosim muhim mavzularda o'tkazilib, ularda to'y va oilaviy marosimlarni sodda, milliy urf-odat va an'analarimizga mos holda o'tkazish, oila barqarorligini ta'minlash, yoshlarni hayotiy mas'uliyatga o'rgatish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Targ'ibot tadbirlari davomida mutaxassislar, ma'naviyat targ'ibotchilari, faol nuroniylar va jamoatchilik vakillari tomonidan isrofgarchilikning salbiy oqibatlari, ortiqcha dabdabaning oila iqtisodiga, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarga ta'siri haqida atroflicha tushunchalar berilmoqda. Shuningdek, to'y marosimlarining asosiy maqsadi yoshlarni baxtli hayotga yo'naltirish, ota-ona duosini olish, tarbiyaviy ahamiyatni oshirish ekani ta'kidlanmoqda. Qarang, to'y uchun ro'yxat tadbir emas, festivalga o'xshab ketibdi. Orkestr, 3 xil operator, ssenariychi, sahna bezagi, yorug'lik uskunasi. nima, biz to'yda konsert beramizmi? Oddiy to'y qilmoqchimisanlar? Astag'firulloh. Biz odamlar nima deymiz? Kamtarona to'y? Voy, zamondan ortda qolib berasizlar. Xarajat kam bo'lsa ham, demak qizg'anishyapti deyishadi. Eng kamida 800 kishi. Boshqasi ham to'y emas. Mayli, lekin shuncha talab qilsangizlar, to'yga sarmoya qilasizlarmi? Biz faqat kelib gapirib ketamiz. Ana live qo'ydim bepul. Qarang, odamlarning o'zi live qilib beryapti. Shuncha xarajatlar, ertaga qanday qilib hammasini to'laymiz? Odamlar ketadi, lekin qarzni biz to'laymiz. Dabdabali to'y bir kunlik, lekin qarzni yillab to'laysan. Oila jamiyat tafakkurining ilk maktabi. Oilada har bitta inson asosiy birinchi ijtimoiy muhiti har bir insonni bu oila va mehr muhabbat, axloq, odob, oilaviy qadriyatlar, qonun qoidalarga munosabat, muloqot, insoniyatga, jamiyatga nisbatan munosabat aynan oilada shakllanadi. Oilada mehr muhabbat ustun bo'ladigan bo'lsa, masalan, jamiyat farovon, tinchlik va barqaror bo'ladi. Va aksincha, zo'ravonlik, tazyiq, zulm ko'p bo'lgan oilada albatta jamiyat ham xuddi shunday tajovuz va befarqlik aks etishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni oilalarda qanday muhit, qanday tafakkur shakllansa, mahalla xuddi shunday ruhda o'zini namoyon etadi. Oiladagi qadriyatlar bu jamiyatdagi ma'lum bir tafakkurning shakllanishi asosi ekan, to'y va marosimlarni ixchamlashtirish, dabdababozlikdan voz kechish bo'yicha joylarda tadbirlar qilinyapti. Bu bejizga emas. Sababki, avvalo bunday yondashuvlar hayotga, oilaga, to'ylarga asosiy e'tiborni to'yga qaratish, oilaviy daromadni faqat to'y qilishga, katta dabdaba qilishga sarflash, bu o'z-o'zidan moliyaviy barqarorlikni buzilishiga olib kelyapti. Va bizning bugun bunday tadbirlardan maqsadimiz yoshlarimizga, oilalarimizga, ota-onalarga, aholimizga mana shunday tushunchalardan voz kechish. Oila daromadini oilaning barqaror maishiy hayotiga, sog'lig'iga, o'qishiga, ta'limiga, kasb hunariga, tadbirkorlikka sarflash bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilyapti. Sababki, bunday moliyaviy savodxonlik, oila byudjetini yaratish bo'yicha bolalarimiz, yoshlarimiz hali tayyor emas. Ular xoyu havasga berilgan holatda erta oila qurishga qiziqish holati ustunlik qilyapti. Lekin uning oqibatida esa katta xarajatli to'ylardan keyin oila birmuncha anchagina qarzga botib qolyapti va bu stress, depressiya holatiga olib kelyapti. Ko'pincha to'ydan keyin qarz uzish uchun mehnat migratsiyasi yo'lini tanlashga majbur bo'lishyapti va o'z-o'zidan oilaga dars ketishda boshlaydi. Kelin-kuyov uzoqda bir-biridan yashash va o'z-o'zidan 1 yil o'tar-o'tmas, 2 yil o'tar-o'tmas oila ajrimga olib kelyapti. Yoki dabdaba bilan to'y qilinyapti-yu, xoyu havasga berilgan yosh qizlarimiz mana shunday to'ylardan keyin aslida oilaga tayyor emas ekanligini keyin anglashni boshlashyapti. Oila jiddiy masala ekanligi, undan hayotiy bir tajribani talab qilishini keyin anglashni boshlayapti.
boshlashyapti. Ijtimoiy so'rovnoma o'tkazilyapti. Mana shu so'rovnomalarda qatnashgan respondentlarning 44% to'y uchun sarflagan qarzlarini olgan qarzlaridan afsusda ekanliklarini bildirishyapti. Undan ko'ra oila byudjetiga, oila uy olishga yoki uni ta'limiga investitsiya qilgani ma'qul edi degan bir qarashlarni berishyapti. Albatta, xalq mana bunday qarordan mamnuniyat bilan qabul qilishi sababki bu ijtimoiy, iqtisodiy nosog'lom muhitga olib boryapti va xalq albatta bu narsadan beparvo emas, ijobiy qabul qilishyapti. Ushbu uchrashuvlarda aholi, ayniqsa yoshlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazilib, ularning fikr-mulohazalari tinglanmoqda. Savollariga atroflicha javoblar berilib, amaliy misollar orqali sodda to'ylarning oilada baraka va xotirjamlikni ta'minlashdagi o'rni yoritib berilmoqda. Targ'ibot tadbirlarining asosiy maqsadi jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ma'naviy muhitni mustahkamlash, mahallalarda ijtimoiy birdamlik va hamjihatlikni kuchaytirishdan iborat. Bu kabi tashabbuslar orqali aholi o'rtasida to'y va marosimlarni tarbiyaviy ahamiyatga ega, ixcham va mazmunli tarzda o'tkazish madaniyatini shakllantirish ko'zda tutilgan. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-sentyabrda umumiy ovqatlanish korxonalarida hosil bo'ladigan oziq-ovqat chiqindilarini samarali foydalanish va ularning atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish hamda ortiqcha isrofgarchilikni oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi 589-qarori imzolandi. Ushbu chora-tadbirlarning 8-bandida to'y ma'rakalarni ixchamlashtirish masalasi ko'tarilgan va mas'ul idoralar belgilangan. Shunga ko'ra, joriy yil 24-oktyabr kuni Respublika Ma'naviyat ma'rifat markazi, Respublika Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, diniy idora hamda Nuroniylar jamg'armasi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi tomonidan qo'shma kelishuv imzolanib, 90 kunlik dolzarb targ'ibot davri e'lon qilindi. Mana shunga ko'ra hamda Samarqand shahar hokimining imzolab bergan reja grafikiga ko'ra biz mana Samarqand shahridagi barcha mahallalarni aylanib targ'ibot ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Albatta to'y bu bizning qadriyatimiz, lekin oxirgi vaqtlar o'sha to'ylarda ortiqcha sarf-xarajatlar, ortiqcha dabdabalarga yo'l qo'yish illati ham juda ham bir keskin, yorqin kuzatilmoqda. Ayniqsa Samarqand shahri misolida oladigan bo'lsak, bunga chek qo'yish davri keldi deb o'ylayman. Mana shu targ'ibot jarayonida shunga amin bo'lmoqdamizki, xalq qo'llab-quvvatlamoqda. Xalq yoshlar orasida mana so'rovnomalar o'tkazildi bu yuzasidan. Yoshlar ham xohlamaydi, lekin mana shu yosh kattalar o'zining o'sha ongi tafakkurida o'sha narsa saqlanib qolganki, biz o'sha illatni yoshlarga singdirishga harakat qilyapmiz. Yoki to'ylarimizni kuzatadigan bo'lsak, milliy qadriyatlarimizga zid bo'lgan nihoyatda bir illatlar kuzatilyapti. Mana hammamiz bilamiz, sevgi tarixi yoki mana oxirgi paytlar qizning qo'lini so'rash tadbirlari singari bir illatlar, bir yot o'zimizni qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan bir ko'rinishlarni kuzatmoqdamiz. Albatta, bularni oldini olib, o'zimizni milliy urf-odatlarimizni, ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatlarni eslab shularga amal qilsakkina men o'ylaymanki, bir jamiyatimizda bir sog'lom bir muhitni yarata olamiz. Kelajakda ham mana shu yo'nalishdagi ishlarni davom etkazmoqchimiz. Mana hozir targ'ibot tadbirlaridan tashqari, mana ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha yoshlarga murojaat qilib, yoshlarning o'zlari yordamida tayyorlangan roliklar yoki odamlar nima deydi, dabdaba bizga baxt beradimi yo'nalishidagi turkum ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritiladigan kontentlarni tayyorlash, o'sha tajribali onaxon, otaxonlarning fikrlarini olgan holda o'sha yoshlarga yetkazish yoki ilg'or bo'lgan yoshlarimiz tomonidan ularning fikrini yoshlarga yetkazish mana shu yo'nalishda biz ularni o'zimizga ma'rifat targ'ibotchi sifatida o'zimizni guruhimizga qo'shib, ularni ham mana shu yo'lda o'zimizga shogird qilib, targ'ibot ishlarida faol ishtirok etishlarini yo'lga qo'yish rejalarimiz mavjud. Bugungi kunda jamiyatimizda mavjud bo'lgan muammolardan biri to'ylar bilan bog'liq bo'lyapti. O'sha to'ylardagi dabdababozlik muammosiga bag'ishlangan. Chunki bu to'ylardagi dabdababozlik muammosi boshqa muammoni ham keltirib chiqaryapti-da. Isrofgarchiliklarni, migratsiya muammosini keltirib chiqaryapti. Shuning uchun mana bunda Senat tomonidan qaror chiqarilib, shu muammoni hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilyapti.
Endi bu yerda eng avvalo bir narsani to'g'ri belgilab olishimiz kerak. Har qanday muammoni hal qilish uchun birinchi qilayotgan ish muammoni to'g'ri baholay olish kerak. Muammo nimada o'zi u? Muammo to'yda emas. To'y bu qadriyat, chunki oila shakllanadi. Muammo to'ydagi dabdababozlikda. Dabdababozlik bo'lganda ham kimlarning dabdaba deganda to'y qilishga imkoniyati yo'q, lekin qarz olib bo'lsa ham dabdababozlik. Mana bu yerda muammo. Endi har qanday muammoni bartaraf qilish uchun uni sababini bilish kerak. Agar sababini topmasangiz agar muammo yechim topmaydi. Ancha murakkab bu yerda sabab, chunki bu sababni shakllanishi uzoq yillarga borib taqaladi. Sabab o'sha qayerda to'y dabdababozlik qilayotgan bo'lsa, o'sha muhitning nosog'lomligi. Ya'ni o'sha muhitda moddiy boylik qadrlanayotgan muhit. Qayerda, qachon agar odamlar faqat moddiy jihatdan boy odamlarni qadrlasa agar, boshqa odamlar shunga qarab, men ham shunaqa bo'lay deb intiladi-da. Demak, bu yerda muammo o'sha jamiyatdagi nosog'lom bir ijtimoiy muhit. Ya'ni bu nosog'lom muhit nimada namoyon bo'ladi? Ya'ni moddiy jihatdan boy odamlarni ko'tar qilishda, qadrlashda. Odamlar qaragan paytda mana puling ko'p bo'lsa, sen zo'r odam ekansan deb tushuncha paydo bo'ldi, ko'rdingizmi? Mana shuni oqibatda kambag'al bo'lsa, puli bo'lmasa ham, qarz olib bo'lsa ham to'yini nima qiladi? Dabdababozlik bilan qilyapti-da. Yechimi qayerda deganda, yechim ma'naviyatda. Ma'naviyatni yuksaltirish barobarida biz o'sha sog'lom muhit shakllantiramiz. Odamlar o'zini moddiy bo'yga ko'ra harakat qilmaydi. Mana misol tarzida aytsak agar, qayerda agar puli ko'p odamlar emas, o'qituvchilar, ziyolilar qadrlansa, o'yla bunaqa to'ylar qilinmaydi. Buni misol tarzida aytganda, Germaniyada masalan bu yerda aholining daromadi, bir yillik daromadi 43 ming dollar bo'lsa agar, to'yda 60 chaqiradi. U yer eng qadrli kasb o'qituvchi. Demak, qarang, mana shuni xulosa qilsangiz bo'ladiki, ziyoli qadrlagan muhitda odamlar intilmaydi. Qayerda O'zbekistonda masalan o'rtacha oyligingiz 3 ming dollar bo'lsa agar, biz 20 bar ko'p chaqiryapmiz. Mana shuni ko'rinib turibdiki, muammoni yechimi ma'naviyatdan bog'liq uchun ma'naviyat yuksaltirish barobarida biz jamiyat odamning fikrini o'zgartiramiz. Ma'naviyatli inson moddiy bo'yga his qo'ymaydi. Aksincha, agar his qo'ydi, ma'naviy qashshoq bo'ladi. Demak, buni qanday qilib amalga oshiramiz? Bu o'ta murakkab narsa. Moddiy ma'naviyatga qaraganda, qarang, ko'p tadbirlar amalga oshirilyapti, bitta narsaga e'tibor bermayapmiz. Biz ma'naviyatni yuksaltirish xizmat qiladigan ozuqa beryapmiz, lekin dori bermayapmiz-da. Ana shu dori nima deganda, ma'naviyatni yuksaltirish dori bu tasavvuf ilmi. Agar mana shu ma'naviy ma'rifiylar ishlar jarayonida biz tarbiyaga e'tibor berib, tasavvuf ilmidan foydalansak, o'ylaymizki, ma'naviyat ham yuksaladi, sog'lom muhit ham shakllanadi, muammo yechim topadi. Va mana shu ishda olib borayotgan ishlarimiz albatta o'zini munosib o'rniga ega bo'ladi deb o'ylaymiz. Targ'ibot tadbirlari aholi o'rtasida faollik bilan qabul qilinib, ishtirokchilar o'z fikr va takliflarini bildirmoqda. Mavzu yuzasidan qizg'in savol-javoblar o'tkazilmoqda. Bu esa jamiyatda isrofsiz hayot tarzini qaror toptirish, madaniy muhitni sog'lomlashtirish hamda mahallalarda ijtimoiy hamjihatlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Targ'ibot ishlari Respublika ma'naviyat markazi tomonidan, Samarqand shahar hokimligi tomonidan judayam yaxshi olib borilyapti. Kuni kecha bizni Navbog'chiyon, Ko'ldukchiyon mahallalarida ham shunday tadbir bo'lib o'tdi. Mana bugun bizlar guvohimiz, bugun Bekxo mahallasida ham shunday targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bu targ'ibotning asosiy mavzusi mana shu to'y, marosim, hashamlarni ixchamlashtirish, xalqni o'ylab xalqqa yengillik bir keltirish maqsadida olib borilyapti. Bu juda ham bizga ma'qul, haqiqatdan ham bizni o'zbek xalqi juda ham mana shu tantanali, dabdabali to'ylarga juda ham berilib ketgan. Bu juda ham dolzarb, juda ham bizga ma'qul mavzu bo'ldi. Haqiqatan ham bizlar mana shu pullarni, mana shu mablag'larni nima ne azob mashaqqatlar bilan bizlar topamiz. Mana shu pullarni 2-3 soatlik mana shu dabdabaga sarflayapmiz. Bu albatta noto'g'ri. Buning uchun albatta insonda ma'naviy boylik bo'lishi kerak. O'ylashi kerakki, mana shu pullarni men ta'lim sohasi vakili sifatida ayta olamanki, bolalarimizga bilim berish kerak. Bolalarni o'qitish kerak, ularga hunar o'rgatish kerak. Bizni boquvchi bu farzandlarimiz. Albatta agar farzandlarimiz bilimli, hunarli bo'lsa agar, ulardan juda ham katta umid qilsak bo'ladi. Shunday ekan men o'ylaymanki, bolalarni asosan mana shu
ta'limiga, bilimiga ularga katta e'tibor berish kerak. Mana shu to'ylarni ixchamlashtirish kerak, dabdaba qilish kerak emas. Mana bu ZAKS kunlari kortejlarni aytmaysizmi? Bizning ma'rakalarimizni, to'ylarni mana u Merry Me deymizmi, Love Story deymizmi? Bu meni fikrimcha na millatimizga, na diniy urf-odatimizga, na mentalitetimizga to'g'ri keladi. Bu chet eldan kelgan g'oya deb o'ylayman. Mana shularga chek qo'yish kerak. Bugungi kunda to'y marosimlarini o'tkazishda eng ko'p uchraydigan xatolardan biri odamlar nima deydi degan qarashga haddan ortiq berilishdir. Aslida esa oila qurish 2 yoshning baxtli hayotga qadam qo'yishi bo'lib, boshqalarning fikriga qarab dabdabali to'y qilish majburiyat emas. To'y marosimlarini o'tkazish haqidagi qarorlariga ancha ishlarni mahallamizda bajarilmoqda. Masalan, to'y marosimlar restoranda emas, mana hovlilarda, joylarda o'tkazilyapti va bir hovli sonini 1% beryapti. Bundan tashqari mana xarajatlarni kamaytirish maqsadida bizlar mana ancha ikki tomonlama kuyov kelin tomoni xarajatlarni kamaytirishga harakat qilyapmiz. Ortiqcha dabdabani kamaytirishga erishyapmiz. Mana masalan bizlar undan tashqari mana azam marosimlarni 2 kunga o'tkazganmiz. Mana 20, 40, iloshi degan narsalarni qisqartirganmiz. Mana shu natijasida mana xalqimiz o'zi sezyaptiki, mana shu ancha yengillik bo'layotganini. Ortiqcha dabdabasiz har bir uyiga qilsa, mana shular birinchidan oila qarz bo'lmaydi, ikkinchidan yosh kelin kuyovlarga yashash uchun bir mablag' bo'ladi, o'zini oyoqqa turishga bir imkoniyat bo'ladi deb hisoblayman. Fotiha to'ylarda setka narsalar tarqatilyapti, o'shani ham barham berishga erishyapmiz. Nega deganda bitta ayolga bitta setka bersa, kamida 50 ayol, 60 ayol bu ham marosim o'tkazilgan oilaga ma'lum daraja xarajatga tushadi. Shuning uchun mana kelajakda mana shu narsalarni inovatga olgan holda mana shu ishlarni davom ettirmoqchimiz. Mana masalan 4-5 ta to'yda uyda qildik, xarajatni kamaytirgan hisobida o'zlarini o'g'illarini ishga qo'yib, nimani ishga qo'yib, chet ellarga borishga majbur emas, qarshi chiqyapti. Bizlar targ'ibotni davom ettirib, shu yo'lda davom ettirmoqchimiz. Xalq endi tushunib boryapti. Qaysi yo'l to'g'ri, qaysi yo'l noto'g'ri endi anglab boryapti. To'yni ortiqcha isrof va qarz evaziga o'tkazish ko'p hollarda yosh oilaning ilk qadamlaridayoq og'ir yukka aylanadi. Odamlar nima deydi degan qo'rquv bilan qilingan to'y emas, balki aql bilan, imkoniyatga qarab, ma'naviy mazmunga boy o'tkazilgan marosim oilaga baraka olib keladi. Eng muhimi, to'yning asosiy maqsadi el yurtga ko'z-ko'z qilish emas, balki yoshlarning nikohini halol va ma'naviy asosda baholash, ota-ona duosini olish, qarindosh urug' va mahalla ahlining samimiy tabrigiga sazovor bo'lishdir. Shu bois to'yni odamlar nima deydi degan fikr bilan qilmasdan, oilam uchun nima to'g'ri degan savolga javob topib o'tkazish lozim. Sodda, kamxarj, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan to'y bu kamchilik emas, aksincha, onglilik va mas'uliyat belgisidir. Bunday yondashuv orqali yoshlar hayotga qarz bilan emas, ishonch va xotirjamlik bilan qadam qo'yadi. Shuning uchun ham to'y qilishning eng asosiy mezoni odamlarning gapi emas, oilaning baxti, barakasi va kelajagi bo'lishi kerak. Samarqand shahrida bu yo'nalishdagi targ'ibot ishlari izchil davom ettirilib, kelgusida ham mahallalar kesimida davra suhbatlari, uchrashuvlar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish rejalashtirilgan bo'lib, ular orqali aholining barcha qatlamlarini qamrab olish ko'zda tutilmoqda.